Vitaminkamiz bu omega 3. Shaxsan o'zim aynan DHsi bor detskiy vitaminkani omega 3 ni juda ham uzoq qidirganman. 9 yoshli bolamga kattalarning omegasini berayotgandim, lekin mana aynan 7 yoshdan boshlab bolajonlarimiz uchun aynan bolalar lineykasi bo'yicha omega 3 yetib keldi qizlar. Bu nima uchun foydali? Omega 3 birinchi navbatda bolalarimizni miyasini rivojlantiradi, aqliy faoliyatini kuchaytirib beradi, e'tiborini bitta joyga jamlashga yordam beradi va ko'rish qobiliyatini yaxshilab beradi. Ya'ni hozirgi paytda ko'pchilik xususiy maktabga beradi, qo'shimcha repetitorlarga beradi, sport o'giriklariga beradi. Ya'ni xohlaymizmi yo'qmi, aqliy va jismoniy nagruzka ko'p bo'ladi bolalarda. Aynan mana shu uchun omega 3 ni tavsiya qilaman va telefon, kompyuter asrida zreniya tushishi juda ham ko'p bolachalarda ko'p. Aynan mana shu uchun miya faoliyatini rivojlantirib berish uchun omega 3 ni maktab yoshidan boshlab har bitta bolaga berishni tavsiya qilaman va bu qo'shimcha ravishda homiladorlikka tayyorlanayotgan va emizikli ayollarimiz uchun ham mo'ljallangan dozada. Eslatib o'taman, emizikli va homiladorlar uchun ruxsat etilgan birinchi biodobavka bu omega 3 hisoblanadi. Butun O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmati mavjud. 290 ming so'm, ichida 60 ta kapsula bo'ladi.